Agar o'zingizni tradingni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu 3 ta xatoni qilmang. Birinchi xato darhol haqiqiy pul bilan kirish. Ko'pchilik aytadi, kam summa bilan boshlayman. Agarda siz bozorni tushunmasdan bozorga kiradigan bo'lsangiz, $100 pulingizni ham darhol yo'qotib qo'yishingiz mumkin. To'g'ri yo'l avval demo hisob. Bu virtual puldagi amaliyot. Siz hech narsa yo'qotmaysiz, lekin bozorni tushunishni boshlaysiz. Men foydalangan Amarkes platformasi demo hisob ochish mutlaqo bepul. Bunga hattoki bank kartangizni ulashingiz ham shart emas. Ikkinchi xato muammolar bilan yakkama-yakka qolib ketish. Ko'p platformalarda sizga robot javob beradi yoki-da javob kelsa ham 2-3 kun vaqtingiz ketadi. Amarkes platformasini tanlashdan yana bitta sabab 24/7 sizni qo'llab-quvvatlash xizmati. Siz haqiqiy odam bilan muloqot qilasiz va javobni deyarli darhol olasiz. Yangi boshlovchilar uchun bu juda ham muhim, chunki sizlarda savol juda ham ko'p bo'ladi. Trustpilot'dagi 9.8 reytingi bu minglab haqiqiy foydalanuvchilarning reytingi. Va asosiysi 3-xato YouTube'da bir nechta videolarni ko'rib, bo'ldi hammasini tushundim deb bozorga kirish. Trading axir bu ko'nikma, bunga vaqt kerak. Amarkesda bepul o'quv materiallari, signallar va tahlillar mavjud. Men ham demo hisobda o'rgandim va shundan keyingina haqiqiy hisobga o'tdim. Farqini darrov sezasiz. Profilim havolasi orqali o'ting va Amarkesda o'zingizning hisobingizni oching. Agarda sizda allaqachon trading tajribasi bo'ladigan bo'lsa, Umid promokodi orqali hisobingizni 2 barobarga oshirib oling. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, albatta javob beraman. Bu videoni trading o'rganaman degan do'stinglarga jo'natib qo'ying.